gapiring, nima gap? Oyijon, o'g'lingiz yana o'sha bolalari bilan xotinlarni oldiga ketdilar. Nima? Bollarni oldida? Qanaqasiga? Bo'yi uyga shoshib keldilar. Keyin tortmadan pulni olib chiqib ketdilar. Katta o'g'illarining mazasi bo'lmay qolgan ekan. Shunga shifoxonaga olib ketishibdi. Nimaga o'sha payt menga aytmadingiz? Qanaqa betaman oyijon, oyimga indamadigandilar. Kech qolib ketganlariga hozir majbur bo'ldim. Mayli. Hali kelsin. O'zim u bilan yaxshilab gaplashib qo'yaman, xo'pmi? Siz xafa bo'lmang, keling. Xo'p. Bu ayyor xotini atela bolasini kasal deb chaqirib olgan. Yo'q, men u ayolni yomonlash niyatim yo'q, lekin oyijon, menimcha Murod aka hali ko'ngillarini uzmaganlar. Hatto ba'zida meni ham adashib Habiba deb chaqirib yuboradilar. Voy, ismlaringiz o'xshashda, kelin. Voy, o'zim o'rgilib ketish uchun adashsa kerak-da. Voy, qo'ying mana shunaqa gap so'zlarni.